Lili Julatni yopiq pokazi qanaqa o'tgani sizlarga qiziqmi? Tak kelinglar, men uni sizlarga aytib beraman. Samjali, men birinchi marta bunaqa yopiq pokazga borishim va uni qanaqa o'tishini umuman bilmagandim. Оказывается, bu oddiy pokazlardan ancha boshqacha o'tadi. Birinchi atlichasi bizani soat 5 ga chaqirishdi. Обычно pokazlar bo'layotganda ertalabdan chaqirishadi, lekin bu yerda soat 5 ga chaqirishdi. Shuning uchun biz o'rtog'im bilan borib, narsa yeb, keyin bemalol bor. Birinchi kelishimizdan biz kiyimlarni osish bilan, birkalarni qilish bilan shug'ullandik, chunki bu yerda ham pop-martam bor. Короче, bu yerda как бы mini kolleksiyani sotib olsa ham bo'ladi. Biz hamma kiyimlarni tayyorladik. Keyin bo'lsa kechga yaqin уже pokaz boshlandi. Soat 8 da boshlandi. Hamma mehmonlar sekin-sekin kelishni boshlashdi. Biz organizatsion joylarga, o'tiradigan joylarga yaqinlashmadik, даже backstage-ga ham bormadik, modellarga kiyintirishga yordam bermadik, chunki bizga aytishdi kerak emasdi. Bizda eng shok bo'lgan joyi modellar atigi tortda va oddiy pokazdan отличается qiladigan joyi modellar tez yurib sekin yurib, har bitta kiyimni 15 minutdan ko'rsatib yurishdi. Bu paytda bo'lsa, siz xohlagan mehmon borib o'zi yoqtirgan kiyim sotib olsa bo'ladi. Na samом деле bunaqa eksperiment men uchun juda ham qiziq bo'ldi, chunki Lili Julatning ishlarini juda ham yaxshi ko'raman va bunaqa необычный pokaz birinchi marta ko'rish. Stollarni qaranglar, qanchalik chiroyli bezatilgan. Aytgancha, bu pokazda faqatgina ikkita volontyor bor edi. Bizning qiladigan yana bitta ishimiz hamma kelgan mehmonlarni kutib olish va o'z joylariga как бы kuzatib qo'yish va yana kim nima sotib olgan bo'lsa, shularni upakovka qilish. Shu joyi menga juda ham yoqdi. Ishni qilib soat 10 da pokazdan uyimga yetib bordim. Shu bilan bo'ldi. Hammaga xayr.